Allohga tavakkal qilib qilgan ishim hammasi yakunida go'zal bo'ladi. Qadamim yetib borgan joy obod bo'ladi. Joylarni ko'ringlar, binolarni ko'ringlar. Taxminan 120 kunlar atrofida tinimsiz bu joyda mehnat bo'ldi. Asfaltlarimiz juda ham go'zal, binoga ham baho berasizlar. Stol stullarni aytganmiz, tez kunlarda keladi. Oppoq bino qatnasizlar. Stol stullarimiz ham oppoq qilib bu joyga kelib, qori domlalarimiz duolarni qiladilar hamda janozada qatnashgan insonlar duolar qilishadi. Mana shu joylar bitishiga hissa qo'shgan moliyaviy tomondan, kuch tomondan, bilimi tomondan barcha insonlarning haqqiga tinimsiz duolar bo'ladi. 7 avlodiga yetib boradigan duolar bo'ladi. Hojatxonalarimiz ham yorug' hamda to'pli bo'lib, issiq bo'ladi. Bundan tashqari tahorat olish uchun mana qaynoq suvlar bor. Kirish qismiga ham e'tibor qilasizlar. Sharam zum achazor. Mana gulzor gazonlar va mashina qo'yishdan ham keladi. Daraxtlarga chiroyli lampochkalar ilingan, yorug'. Taxminan bu joy shaharga o'xshaydi. Mana shu ko'rinishga olib kelish uchun juda ham katta sa'y-harakatlar bo'lgan. Kimi hissasi qo'shilgan bo'lsa, ana shu insonlarning haqqiga iltimos duo qilib qo'ysalaringiz, biz juda ham xursand bo'lamiz. Kommentariyada yozib qoldiringlar, keyingi obyektimiz qat bo'lsin. Qanaqangi joylarda obod qilaylik, inshaalloh jamoamiz bilan birgalikda bel bog'laymiz. Yana shunaqangi joylarda qurishda davom etamiz.